Yigit sartarosh bo'ladi. Sartaroshxona ochishga puli bo'lmaydi. Qiz sochchini qizi bo'ladi. Sartaroshga qizini bermaydi. Yigit ko'chma sartaroshxona ochgandan keyin yigit sochchidan ham boy bo'lib ketadi, lekin u qizga keyin uylanmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'chma do'kon xaridorlari. Bugun ilgari yashavergan 6 ga 2,5 konteynerdan qilingan sartaroshxonamizda hozir kelib, o'zimiz mana sochlarimizni oldik. Issiq sovuqqa qanday aka? Zo'rmi? O'ylaganingdek chiqdimi? Mana hozir ham konditsioner ham ishlab turibdi, освещенияsi ham, hamma narsasi zo'r, utepленияsi ham juda ham chiroyli qilingan. Bu o'ta kачествоdan ham arzonrog'i, eng arzon fasonimiz deyiladi, hamyonbop bu. Bu dekor plastdan terilgan, MDF emas, laminat emas. Kimga qiziq bo'lsa, sartaroshxona, go'zallik saloni, magazin, go'shxona, ofis, xullas turar uygacha qurib beramiz. Nomer pastda. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.